Gavdamga turibdi. Qo'lim, belim tekis mana. Mana. Yana qaytib joyimga o'tirib olaman. Mana. Tushundinglarmi? Bundan ham 30 ta. Kuniga ko'paytirib boring. Bu mana oyoq tekis opa. Yelka kengligida. Buni mana tizza yerga tegish tegmayaptimi? Tegadi sekin-sekin. Tegadi sekin-sekin. Qancha cho'zilyapti, shuncha qiling. Не обязательно tegish, ha? U sekin-sekin qilaversangiz tegadi. 10 ta qiling, 15 ta qiling, kimdir 5 ta qiladi. Bo'ldi, turamiz endi hammamiz. Oyoqni kattaroq ochamiz. O'ngga chapga. Oyoqinglar orasi og'riydi, sonni. Oching oyoqni. Oching. Ha, tekistir. Oyoqingizni oching yana. Yana oching. Pastroq egilasiz. Sizlar endi sal egilish kamroq bo'ladi. Yoshi kattaladi. Keyingisini qilamiz mana. Ana bu. Sal kattaroq ochsanglar qo'l yaxshiroq keladi. Mana bu belga, kurakka, mana qo'l ishlayapti bir paytda o'zida. Qilinglar, cho'zing. Iloji boricha qo'lni cho'zing. Opa, oyoqqa tegsin qo'l. Endi mana ozgina anaqamiz bor. Mana qo'lnikini qilaylik, kurakni. Hansirab ketdingizmi? Qo'lga, orqaga qiling. Ketdik. Ana o'rgatganim bor ozgina kurakka mana. Qilalasiz. Ana ular, ha? Iloji bor endi ko'tarilishi kerak, ha? Egiling. Egiling bo'ladi. Siz даже egilmayapsiz, siz просто mana o'tirib turibsiz. Ko'rsatganman ana kurakka. Hozir kurak ozgina qizdiramiz, mana. Qo'lni bosh orqasiga, gavdani ko'taramiz, aylantiramiz mana. Belga yaqinlashmasin. Joylash, belni oxirigacha kelmasin, xo'p? Faqat mana shuncha masofa bel bilan kurak. Mana shu bo'yingacha bo'lgan. Qanaqa og'riq bormi? Menda qizidi lekin shu sekundlarga qizidi meniki. Qo'lingiz orqaga qo'ying, ha, ana. Og'riq bormi? Og'riydi. Zo'r mashqda, lekin buni har kuni qilsanglar. Ko'taring, ko'taring. Orqani ko'taring. Ketdik. Mana. Ana lozim yopishib qoldi. Ozgina bo'lsa ham yuryapti mana. Ezilyaptimi? Buni har kuni Hozir telefon qilib yuboraman, xonimga zalda edim. 2-3 martadan borib kelmasa ham, borib kelish sanamasanglar ham bir 5 minut qilinglar shuni. Endi tizzani pastga olib o'tamiz buni. Mana boldir mushaklariga. Ketdik. Xuddi shu ezib. Hozir bu yerda o'zida bir 5 ta mashq o'rgandinglar shekilli. Buni uyda har kuni shu 2 ta mashqni kuniga muntazam qilib borsanglar, hech qanaqa og'riqlar bo'lmaydi sizlarda. Hammasi zo'r chiki-chiki bo'ladi. Turamiz, nafas olinglar. Nafas olib, nafas chiqaringlar. Bu shu bilan bugungi mashqimiz tamom.